Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Bundan bir yil oldin, ya'ni o'tgan 2025-yilning 3-yanvar sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining birinchi sonli qarori qabul qilingan edi. Aynan 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi aynan ana shu birinchi sonli qarorda umuman olganda O'zbekiston Respublikasidagi butun boshli mahallalarda har qanday ko'rinishdagi mana shu jinoyatchilikning, ma'muriy huquqbuzarliklarning oldini olishga alohida bir e'tibor qaratildi. Qolaversa, sariq toifadagi bo'lsin, qizil toifadagi bo'lsin, yillar davomida qizil toifada bo'lib kelgan mahallalardagi turli ko'rinishdagi mana shu jinoyatchilikning oldini olish yoki bo'lmasa mana shu jinoyatchilikka moyilligi bo'lgan shaxslarni berkitib berish va ularni sog'lom turmushga qaytarish, sog'lom jamiyatning faol a'zosiga aylantirish borasida yil davomida bir qator ishlar qilindi. Va aynan mana shu birinchi sonli qaror ijrosi doirasida respublika mahallalarida 1.5 barobarga jinoyatchilik qisqardi. Demak, ana shundan keyin joriy yilning 5-yanvar sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining birinchi sonli yana bir qarorlari qabul qilindi. Aynan mana shu o'tgan 2025-yilda qabul qilingan qarorning uzviy davomi sifatida mana shu ishlarni qayta davom qildirish va yanada mana shu ishlarni keng ko'lamda olib borish maqsadida qabul qilingan respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bugungi kunda mana shu respublika mahallalaridagi xavfsiz muhitni yanada shakllantirish, qolaversa mana shu turmush farovonligini oshirish borasida bir qator vazifalarni belgilab bergan. Demak, anglaganingizdek ochiq muloqot turkumidan biz bugungi ko'rsatuvimizni aynan mana shu mavzuni tanlab olganmiz va o'z-o'zidan ayonki, mana shu bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari ham mana shunga aloqador bo'lgan idora tashkilot vakillari hisoblanadi. Demak, biz odatdagidek jonli efirdamiz. Studiyamizga o'rnatilgan 62 kodi bilan 223 92 03 raqami bilan bemalol bizga murojaat qilishingiz, mana shu 1 soatlik efir jarayonida bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilaridan savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Biz bugun aynan mana shu 2026-yilning 5-yanvar sanasida qabul qilingan birinchi sonli prezident qarorining mazmun mohiyati va bugungi kunda mana shu qaror ijrosi doirasida mana shu huquqni himoya qilish organlari bo'lsin, boshqa bir idora tashkilotlar tomonidan qilinishi lozim bo'lgan ishlarga bugun e'tibor qaratamiz va mana shu mavzuda siz bilan fikrlashamiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilarini sizlarga tanishtirib o'taman. Xorazm viloyati prokuraturasi bo'lim katta prokurori Zohidjon Inoyatullayev, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Anvarbek Rozmetov, Xorazm viloyat adliya boshqarmasi sho'ba boshlig'i Rasulbek Ibragimov, viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi bosh mutaxassisi Zulxumor Salayeva. Shuningdek, bugungi ko'rsatuvimizga yetib kelishlari kutilyapti. Bu o'sha O'zbekiston mahallalar uyushmasi viloyat boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Rustam Madrahimov hamda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Murodjon Rahmatullayevlar ham mana shu studiyamizga hozir yetib kelishlari kutilyapti. Demak, biz bugungi ko'rsatuvimizning mavzusini aytib o'tdik. Umuman olganda, nima uchun bugun mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishga alohida bir e'tibor qaratilyapti? Bugun bu davlat siyosati darajasiga ko'tarilyapti. Nimaga deganda biz qayerda faoliyat ko'rsatmaylik, albatta bizning uyimiz mana shu mahallada. Mana shu mahallada bizning farzandlarimiz, nevaralarimiz kamolga yetadi. Demak, mahalladagi muhit bu O'zbekistonning kelajagi desak, hech bir xato qilmagan bo'lamiz. Aynan ana shuning uchun ham bugun mahallalardagi mana shu turmush sharoitlarini yanada yaxshilash, turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar bo'lsin, jinoyatchiliklar bo'lsin, ularning oldini olishga qaratilgan e'tibor ana shundan ko'zlangan maqsad ham shunda. Demak, bizning ilk suhbatdoshimiz viloyat adliya boshqarmasi sho'ba mudiri. Umuman olganda mana shu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan joriy yilning 5-yanvar sanasida qabul qilingan qarorning mazmun mohiyati va mana shu borada bugun qilinishi lozim bo'lgan ishlar haqida. Marhamat. Assalomu alaykum. Bu qarorga to'xtalishdan oldin albatta so'nggi yillarda mamlakatimizda xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarliklarni profilaktikasi va sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni barvaqt oldini olish bo'yicha bevosita davlatimiz rahbari tomonidan bir qator qonun hujjatlari ishlab chiqildi va buni qonun hujjatlarining doirasida tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish natijalari bo'yicha, ya'ni 2025-yilni yakuni bo'yicha sodir etilgan jinoyatlar 1,5 barobarga kamayganligini ko'rsatdi.
ko'rsatdi. Bu esa albatta shu o'tgan 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar, huquqbuzarliklar profilaktikasi o'zini samarasini berganligidan yaqqol dalolat beradi. Bunda albatta asosiy masala bu har bir mahallada huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish asosiy ustuvor vazifa sifatida qaraldi va shu ishlar yo'nalishida har bir mutasaddi tashkilotlar o'ziga yuklatilgan vazifalarni bajardi. Va ayni shu 2025-yilda qabul qilingan PK 1-sonli qarorining mantiqiy davomi sifatida joriy yil 2026-yilda ham PK 1-sonli qaror qabul qilindi va bu qarorda ayni shu mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, mahallalarda osoyishtalik, tinchlikni yaratish va aholi farovonligini ta'minlash asosiy maqsad sifatida qaraldi. Endi bu qarorga to'xtaladigan bo'lsak, bunda asosiy maqsadlari, asosiy ustuvor yo'nalishlari, mutasaddi tashkilotlarga belgilangan asosiy vazifalar va amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar aniq band-band belgilab ko'rsatib o'tildi. Xo'p, dastlab bunda belgilangan asosiy maqsadlarga to'xtaladigan bo'lsak, dastlab bu ijtimoiy profilaktika samaradorligini yanada oshirish maqsad qilingan. Bunda asosiy maqsadlardan biri, ya'ni ustuvor indikatorlardan biri sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni keskin kamaytirish asosiy vazifa sifatida qaralgan. Keyingisi bu oila turmush munosabatlarida sodir etilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy turli xil huquqbuzarliklar yo bo'lmasa yoshlar, ayollar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olish masalalari va bunda albatta bu sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarni, jinoyatlarni ilmiy tomondan o'rganish uchun ilmiy tashkilotlar va muassasalar tomonidan o'rganish ham asosiy ustuvor vazifalar sifatida belgilandi. Va keyingisi bu har qanday noqonuniy harakatlar bo'yicha qilingan murojaatlarga tezkorlik bilan munosabat bildirish va joyida hal qilish, ularda aholini qiynayotgan har qanday muammolarni tezkorlik bilan o'rganish va ularni joyida hal etish, choralarni ko'rish masalasi asosiy ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilandi. Bundan tashqari yana asosiy vazifalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu dastlab ayni shu 2025-yilda qabul qilingan PK 1-sonli qarorda belgilangan vazifalarni joriy 2026-yilda ham davom ettirish bu asosiy vazifalardan birisi sifatida belgilandi. Va keyingisi har bir mahallalarda, ya'ni kriminogen vaziyati og'ir mahallalar, jinoyatchilik ko'p sodir etilgan mahallalarda albatta bu chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun har choraklik chora-tadbirlar, yo'l xaritalarini tasdiqlash orqali mahalla, tuman va viloyat darajasida ularni amalga oshirish va nazorat qilish vazifalari ham aniq belgilab o'tildi. Va keyingisi bu mahallalar hududida aholi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini aniqlash, ularni bartaraf etish orqali ayni shu mahallalarda sodir etilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy huquqbuzarliklar yo bo'lmasa jinoyatlarni sodir etilishini oldini olish borasida hokimliklarning mas'uliyatini oshirish va bu orqali albatta shu kabi huquqbuzarliklarni sodir etilishini oldini olish vazifasi ham belgilangan. Bundan tashqari oila turmush munosabatlarida hamda yoshlar va ayollar tomonidan sodir etiladigan huquqbuzarliklarni ilmiy xulosa, tavsiya va natija tamoyillari asosida ularni o'rganish, ularni sodir etilishini imkon bergan sabablar, shart-sharoitlarni ilmiy tomondan o'rganish orqali kelgusida bu kabi harakatlar, ya'ni qilmishlarni sodir qilinishini oldini olish bo'yicha o'zlarining chora-tadbirlarini belgilash vazifasi ham belgilangan. Va bundan tashqari mahallalardagi jamoat joylarida sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklar va jinoyatlarni sodir etilishini oldini olish bo'yicha axborot texnologiyalarini keng joriy etilishi va bu faoliyat tizimiga sun'iy intellektni joriy etilish orqali bu huquqbuzarliklarni sodir qilinishini oldini olish va bu faoliyat ustidan doimiy elektron va raqamli nazoratni o'rnatish ham asosiy vazifa sifatida belgilangan. Va shu yuqorida aytib o'tgan asosiy maqsadli yo'nalishlar, maqsadlar va ustuvor vazifalar doirasida 2026-yilda huquq muhofaza qiluvchi organlar va mutasaddi tashkilotlar tomonidan chora-tadbirlarda belgilangan aniq vazifalarni bajarishi va bu bo'yicha yo'l xaritalarini o'z muddatlarida ijro qilinishi belgilandi. Demak, shu o'rinda umuman olganda mana shu 1-sonli qaror bugun Adliya vazirligi xodimlari oldiga qanday vazifalar qo'yadi?
Endi bu borada ham ayni shu PK1 sonli qarorda ham aniq belgilangan. Bunga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bunda mahallalarni o'zlarini toifalari nuqtai nazaridan dastlab yashil, sariq, qizil toifalarga bo'lingan holda eng ko'p jinoyat sodir etilgan toifalar, ya'ni kriminoggen vaziyati og'ir bo'lib, ayni shu og'ir toifadagi mahallalarda asosiy huquqbuzarliklarni oldini olish, barvaqt huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish borasida ham aniq vazifalar belgilangan edi. Endi bu qarorda nazar tashlaydigan bo'lsak, kriminoggen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalar bevosita tuman shahar hokimliklari, prokurorlari va ichki ishlar boshliqlari va ularning o'rinbosarlariga bevosita biriktirildi. Va bundan tashqari 5 yildan buyon qizil toifada turgan mahallalar ham bevosita Milliy gvardiyani hududiy boshqarmalariga, viloyat darajasidagi ichki ishlar organlari rahbarlari hamda hokimliklarning o'rinbosarlariga biriktirildi. Bundan tashqari 3 yildan buyon qizil toifada turgan mahallalar ham bevosita shu huquq tartibot idoralarining ilmiy va ta'lim muassasalari bo'lgan tashkilotlariga biriktirilgan bo'lsa, endi oxirgi yo'nalishida bu yana bir yo'nalishi bu kriminoggen vaziyati eng og'ir bo'lgan mahallalar ham bor. Bular bu viloyat darajasidagi prokurorlarning va ichki ishlar organlarining boshliqlarning birinchi o'rinbosarlariga biriktirildi. Va so'nggi yana bir toifaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu ayollar jinoyatchiligi, spirtli ichimliklarga va giyohvandlikka ruju qo'ygan shaxslar hamda nizoli oilalar salmog'i yuqori bo'lgan mahallalar ham bevosita tegishligi bo'yicha oila va xotin-qizlar, sog'liqni saqlash hamda adliya boshqarmalari boshliqlariga bevosita biriktirildi. Endi shu o'rinda ayni adliya boshqarma boshlig'iga biriktirilgan mahallalarda nizoli oila salmog'i yuqori bo'lgan mahallalarda har bir tuman shaharlardan bittadan mahallalar ko'rsatilgan bo'lib, jami hudud bo'yicha 208 ta oila nizoli oila sifatida ko'rsatilgan va bu bo'yicha ham ayni shu qaror bilan adliya organlariga aniq vazifalar belgilab o'tildi. Bunda dastlab ushbu nizoli oilalarni mavjud bo'lgan muammolarni aniqlash, ularning nizolarini kelib chiqish sabablarini aniqlash va ularga yaqindan yordam berish orqali muammolarni hal qilish choralari ko'rish masalasi ko'rsilgan. Va bundan tashqari yuqorida aytib o'tgan nizoli oila salmog'i yuqori bo'lgan mahalla raislarini ayni ular oilalarni mediativ yo'l bilan hal etish masalasida ularni mediatsiyaga o'qitish, ya'ni mahalla raislarini mediatsiyaga o'qitish orqali ularni jalb qilib, ayni shu nizoli oilalarni muammolarni hal qilishda ham mahalla yettiligini jalb qilish masalasi ham ko'rsatilgan. Bundan tashqari shu doimiy ravishda har oyda nizoli oilalarning muammolarini hal qilishda mas'ul davlat organlari tashkilotlarining faoliyati, ularni natijadorligini tanqidiy baholab, tegishli mutasaddi tashkilotlar va o'z vazifalarini bajarmagan mas'ul xodimlarga nisbatan ta'sir choralarini qo'llash bo'yicha taqdimnomalar ham kiritish vazifalari belgilandi va bundan tashqari yana bir asosiy vazifalardan biri ayni shu kriminoggen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, ularga shu huquqbuzarliklar profilaktikasi, jinoyatchilikni oldini olish, eng ko'p sodir etilayotgan jinoyatlar, ularning turlari hamda javobgarlik masalalari bo'yicha aniq, oson va sodda tilda tushuntirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari orqali tushunchalar va huquqiy tushuntirishlar berish asosiy vazifalar sifatida belgilandi. Demak, biz qarorning mazmun mohiyati bilan yaqindan tanishar ekanmiz. Yana bir jihatga e'tibor qaratishni istardim. Umuman qaror ilovasi bilan ijtimoiy profilaktika haftaliklarini o'tkazish ham belgilangan va mana shu qaror bilan uning nizomi tasdiqlangan. Bu qanday ko'rinishda bo'ladi? Albatta shu qarorni ilovasi bilan ijtimoiy profilaktika haftaligi tadbirlarini o'tkazish nizomi ham tasdiqlandi va bu nizomda ayni shu haftalikni o'tkazishdan maqsad, unda ishtirok etuvchi tashkilotlar va bunda amalga oshiriladigan tadbirlar ham aniq belgilab o'tildi. Endi bunda ijtimoiy profilaktika haftaligini o'tkazish bu Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar hamda Toshkent shahar hokimliklarining farmoyishi asosida o'tkazilishi belgilangan va bir hafta davomida bunda ishtirok etuvchi tashkilotlar, mahalliy davlat hokimiyati organlari, ya'ni hokimliklar, mutasaddi davlat organlari tashkilotlari, huquq muhofaza qiluvchi organlar va nodavlat notijorat tashkilotlar ham ishtirok etilishi va ommaviy axborot vositalari jalb etilishi belgilangan.
Bunda amalga oshiriladigan tadbirlarga to'xtaladigan bo'lsak, bunda sayyor qabullar o'tkazish orqali fuqarolarni kundalik hayotda uchrayotgan muammolarni aniqlash, ularni hal qilish choralarini ko'rish, yangi qabul qilingan qonun hujjatlari, shuningdek huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir tushunchalarni berish maqsadida shu huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha manzilli huquqiy targ'ibot tadbirlarini o'tkazish, bundan tashqari ishsiz fuqarolarni ish bilan band qilish bo'yicha biznesni boshlash ishtirokida bo'lgan fuqarolarga biznes loyihalar bo'yicha yordam ko'rsatish maqsadida ularni ish bilan ta'minlash, yo bo'lmasa tadbirkorlikka jalb qilish, yo bank va boshqa mehnat organlari orqali mehnat yarmarkalarini tashkil etish hamda bundan tashqari har bir hududda uyma-yurish va mahallabay asosida fuqarolarni kundalik hayotda uchrayotgan muammolarni hal qilish asosiy maqsad sifatida belgilangan. Rahmat. Demak, bu o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aynan birinchi raqamli qarori ijrosi doirasida adliya organlari tomonidan targ'ibot ishlari olib borilsa, bugungi ko'rsatuvimizda aynan mana shu qaror ijrosi doirasidagi ijrochilar ham o'tiribdilar. Umuman olganda bugun mana shu qaror ijrosi doirasida prokuraturalarda shtablar tashkil qilinadi va bular ishlar muvofiqlashtiriladi, nazorat qilinadi. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz viloyat prokuraturasi bo'lim prokurori. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Muhtaram Prezidentimizni 3-yanvar 2025-yildagi 2025-yilda respublika mahallalarida kriminal vaziyatni yaxshilash hamda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga qaratilgan birinchi dastlabki qonun hujjatlaridan biri bu shu PK birinchi sonli qarori hisoblanadi. Mazkur qaror bilan kriminal vaziyati og'ir deb hisoblangan mahallalarda jinoyatchilikning va huquqbuzarlikning barvaqt oldini olish hamda ularning profilaktikasi bilan shug'ullanishga bevosita viloyat tuman darajasidagi rahbarlar belgilanib, ularning oldiga aniq vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, ushbu mahallalarda ishsizlar, yoshlar, ayollar tomonidan oila turmush doirasida sodir qilinishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldini olish uchun mahalla yettiligi a'zolarining har birining aniq vazifalari belgilab berildi. Mazkur yangi qaror doirasida yangicha tizim tashkil qilinib, 25-yanvar 2025-yilda viloyat huquqni muhofaza qiluvchi organlarni qo'shma qarori qabul qilindi hamda viloyat bevosita viloyat prokuraturasida ishchi shtabi faoliyati yo'lga qo'yildi. Mazkur ishchi shtab faoliyatining asosiy vazifalari qilib o'sha kriminogen vaziyati og'ir deb hisoblangan viloyatimizdagi 70 ta mahallalarda huquqbuzarlik va jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, uni profilaktikasi, ijtimoiy profilaktikasi doirasida shu ijtimoiy profilaktikani amalga oshiruvchi qarorda belgilab berilgan organlar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi, ularning faoliyat ko'rsatkichlari hamda o'sha shu mahallalardagi jinoyatchilik, huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan choraklik yo'l xaritalarini amalga oshirishda maqsadli ko'rsatkich indikatorlarni haqqoniyligini o'rganish hamda aniqlangan qonun buzilish holatlarini joyida bartaraf qilish kabi vazifalar yuklatildi. Shunga ko'ra, shtab faoliyati davomida har oyda kamida 2 ta, 3 ta tuman shaharlardagi ijtimoiy profilaktikani amalga oshiruvchi organlar faoliyati o'rganilib, mazkur mahallalarda aniqlangan qonun buzilishi hamda kamchiliklar bevosita shu tuman shaharni o'zida tanqidiy muhokama qilinib, mas'ullarga nisbatan tegishli choralar ko'rib kelindi. Bundan tashqari ushbu prokurorlar tomonidan 1404 ta tanqidiy muhokamalar o'tkazilib, joylarda 222 nafar shaxslarning intizomiy va boshqa turdagi javobgarlik masalalari hal qilingan. Shuningdek, 45 ta shu mas'ul shaxslar qaror doirasida rag'batlantirib, ularning 11 nafariga pul mukofotlari berilgan. Amalga oshirilgan ishlar natijasida 2025-yilda viloyatimizda kriminogen vaziyati og'ir deb topilgan 70 ta mahallaning
55tasida yoki 78,6%da jinoyat sodir qilinishining oldi olinib, bular yashil toifaga o'tkazildi. Bundan tashqari mazkur PK1 sonli qarorni tadrijiy davomi sifatida muhtaram prezidentimiz tomonidan 2025-yil 18-martda respublikada o'sha xavfsiz muhitni yaratish borasida yana bitta qaror qabul qilindi. Bu qaror bilan kundalik so'rov tizimi yo'lga qo'yilib, har bitta prokuratura organlarining asosiy vazifasi har bitta sodir qilingan jinoyatga favqulodda holat sifatida baholab, uni aniq sabab va shart-sharoitlarini aniqlash hamda ularni ilmiy amaliy yondashuv asosida sabablarini aniqlab turib, natijasi bo'yicha qonunchilikka taklif kiritish masalasi kabi vazifalar yuklab berildi. Shu o'sha 2025-yilda ko'rilgan choralar natijasida viloyatimiz hududida mahallalarda oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 1091 dan 1048 taga kamayishiga erishildi. Hozirgi kunda 2026-yil 5-yanvardagi prezidentimizning PK1 sonli qarori doirasida viloyat shtabi faoliyati yana davom qildirilib, shtab oldiga birinchi navbatda bu yil 2026-yilda kiritilgan vaziyati og'ir deb hisoblangan viloyatimizdagi 24 ta mahallalar, shundan 2 ta qizil, 17 ta sariq hamda 5 ta yashil toifadagi mahallalarda choraklik yo'l xaritalari ishlab chiqilib, ularga viloyat huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamda davlat boshqaruv organlari rahbarlaridan iborat mas'ullar biriktirilib, har bitta mas'ul shaxslarga shu hududdagi jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, uni profilaktikasi bo'yicha vazifalar belgilangan. Shuningdek, ushbu mahallalardagi yuqorida aytilganda payshanba har ijtimoiy profilaktika kuni deb e'lon qilinishi munosabatidan o'sha hududdagi aholini huquqiy savodxonligini oshirish, ularni vatanga bo'lgan muhabbatini, yurtga bo'lgan sadoqatini namoyon qilish maqsadida turli xil madaniy tadbirlar o'tkazish, shuningdek bandligini ta'minlash maqsadida mehnat yarmarkalarini tashkil qilish kabi vazifalar yuklatilgan. Hozirda shtab faoliyati davom qildirilmoqda. Rahmat. Umuman olganda mana shu qaror ijrosi doirasida umuman olganda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi asosiy ijrochilardan biri hisoblanadi. Nimaga deganda bugun o'sha mahallada albatta mana shu profilaktika inspektorlari faoliyat ko'rsatadi va bular bilan bevosita bog'liq. Mana shu borada belgilangan rejalar va o'tgan yilgi o'sha 3-yanvar sanasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1-sonli qarorining ijrosi doirasida qilingan ishlarning natijadorligi qay darajada bo'ldi-yu, endi mana shu joriy yilning 5-yanvar sanasida qabul qilingan qarorning ijrosi doirasida tashkillashtirilayotgan ishlar nimada? Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. 2025-yil 3-yanvar kungi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish hamda mahallalarda jinoyatchi huquqbuzarliklarni oldini olish tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi prezidentimizning 1-sonli mana qarori bo'yicha 2025-yil davomida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birgalikda ijtimoiy muammolari mavjud bo'lgan 102 mingdan ziyod fuqarolarning muammolari mahalla yettiligiga yo'naltirilib, ushbu muammolardan 93 mingdan ziyodi, ya'ni 93.2% ijobiy hal qilindi. Va ushbu mahalladagi fuqarolarda mavjud bo'lgan ijtimoiy muammolar hal qilinganligi natijasida mahalla hududida oldi olinishi lozim bo'lgan jinoyatlar 23.5%ga, yoshlar tomonidan sodir qilingan jinoyatlar 4.4%ga, ayollar tomonidan sodir qilingan jinoyatlar 16.5%ga va ishsizlar tomonidan sodir qilingan jinoyatlar 6.9%ga kamayishiga erishildi. Shu bilan birgalikda yangi 2026-yil 7-yanvar kuni qabul qilingan PK1 sonli qaror bo'yicha profilaktika inspektorlariga, shu jumladan Ichki ishlar vazirligiga bir qancha vazifalar yuklatilgan.
Ya'ni mahalladagi ijtimoiy muammolarni, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish bo'yicha shu tartibdagi murojaatlarni tezkorlik bilan hal qilish. Ikkinchi vazifa ijtimoiy profilaktika platformasi orqali mahalladagi nizoli oilalar mavjud bo'lgan oilalar bo'yicha fuqarolik sudlariga murojaat qiladigan bo'lsalar, to'g'ridan to'g'ri mahalla bilan axborot almashish tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha nizoli oila platformasi ishga tushirilishi belgilangan. Uchinchi vazifa ushbu kriminogen og'ir toifadagi mahallalarda huquq tartibot maskanlarini tashkil qilish. Ya'ni ushbu huquq tartibot maskanlarida profilaktika inspektori bilan birgalikda jinoyatning qaysi turi oshishidan kelib chiqib, shu jinoyatni oldini olish bo'yicha samarali ishlar tashkil qilinib va boshqa xizmatlar jalb qilinadi. Ya'ni o'sha jinoyat qidiruv, post patrul xizmatlari va tergov organlari jalb qilingan holda mahallalarda jinoyatchilikni oldini olishdagi ishlar samarali olib borish belgilangan. To'rtinchi yo'nalish bo'yicha ushbu profilaktika inspektorlarida hozirgi vaqtda mavjud bo'lgan o'zlarida mening inspektorim ilovasi bor. Ya'ni o'sha profilaktika inspektorini kundalik qiladigan ishlari ushbu mening inspektorim onlayn tarzda ishlaydigan platformada qayd qilib boriladi va shu bilan birgalikda reyting natijalari chiqadi. Ushbu mening inspektorim elektron platformasini fuqarolar bilan to'g'ridan to'g'ri integratsiya qilish masalasi. Ya'ni o'sha fuqarolarimiz tomonidan uyali aloqa telefoni orqali Play Market dasturidan to'g'ridan to'g'ri mening inspektorim ilovasini yuklab olish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Hozir bu bo'yicha Xorazm viloyatida 200 mingga yaqin fuqarolarimiz ulandi va ushbu ulangan fuqarolar to'g'ridan to'g'ri ushbu ilova orqali foto, video ya audio yozuv orqali profilaktika inspektoriga murojaat yo'llash huquqiga ega. Shu bilan birgalikda viloyatimizda kriminogen og'ir mahallalar toifalariga tumandagi rahbarlar, ya'ni ichki ishlar rahbarlari, prokurorlar va hokim va ularning o'rinbosarlari biriktirildi. Ya'ni viloyatimizda 24 ta mahalla kriminogen og'ir mahalla toifasiga kiritilgan. 9 ta mahalla o'sha ilmiy tadqiqot institutlariga biriktirilgan, ya'ni o'sha jinoyatning kelib chiqish omillarini o'rgangan holda kelgusida sodir qilinishini oldini olish ishlarini ilmiy yondashuv asosida amalga oshiradilar. Shu bilan birgalikda spirtli ichimlikka ruju qo'ygan, oilaviy nizosi mavjud bo'lgan, ham ayollar tomonidan sodir qilingan jinoyatlar salmog'i yuqori bo'lgan mahallalar belgilangan. Ya'ni o'sha spirtli ichimlikka ruju qo'ygan jinoyatlar salmog'i yuqori bo'lgan mahallalar 2 dan tashkil qiladi. Ayollar jinoyatchiligi salmog'i yuqori bo'lgan mahallalar viloyatimizda 5 tani va o'sha yuqorida aytilgandek adliya boshqarmasiga biriktirilgan nizoli oilalar 13 tani tashkil qiladi. Va bu bo'yicha o'sha 2026-yil davomida mahalla hududida oldi olinishi lozim bo'lgan jinoyatlarni oldini olish bo'yicha ishlar tegishli idora tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirishimiz lozim bo'ladi. Rahmat. Shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor qaratsak, umuman olganda bundan 10 yillar ilgari mana shu har qanday ko'rinishdagi mana shu jinoyatlarni yashirishga yoki bo'lmasa qayd qilmaslikka alohida bir e'tibor qaratilardi. Bugun aynan mana shu qarorning mazmun mohiyati bilan tanishar ekanmiz. Har qanday jinoyatni haqqoniy qayd qilish
va bunda o'sha axborot texnologiyalaridan foydalanishga alohida bir e'tibor qaratilgan. Bugun o'sha mening inspektorim loyihasi bo'ladimi yoki bo'lmasa mana shu turli ko'rinishdagi axborot texnologiyalari orqali ana shu kunning o'zida, ana shu vaqtning o'zida ro'yxatga olinishiga ham alohida bir e'tibor qaratiladi. Bu esa aynan mahallalardagi turli ko'rinishdagi jinoyatlarni yashirish yoki bo'lmasa kimningdir ovora bo'lib murojaat qilib, sarson bo'lib yurishining oldini oladi. Mana shu borada fikrlaringiz. Endi bu bo'yicha hozir shu ichki ishlar vazirligida tezkorlik bilan raqamlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Ya'ni hozir mening inspektorim yuqorida aytilgandek, mening inspektorim orqali murojaat qilishdan tashqari o'sha 112 tizimiga har qanday turdagi murojaatlar to'g'ridan to'g'ri profilaktika inspektorida mavjud bo'lgan xizmat planshetiga borib tushish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Ya'ni hech qanday inson omilisiz o'sha fuqaro 112 tizimiga murojaat qiladigan bo'lsa, murojaat mazmuni profilaktika inspektorining planshetiga to'g'ridan to'g'ri borib tushadi. Shu bilan birgalikda murojaatga tezkorlik bilan javob berilib, voqea joyiga chiqilib, jinoyat bo'ladigan bo'lsa, o'sha tergov organlariga, huquqbuzarlik alomatlari bo'ladigan bo'lsa, profilaktika inspektori o'zini vakolat doirasida chora ko'radi. Rahmat. Umuman olganda mana huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarma boshlig'ining o'rinbosari aytib o'tdilar, viloyatda 5 ta mahallada aynan xotin-qizlar jinoyatchiligi bo'lishi mumkin mahalla sifatida belgilangan. Va bugun aynan viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan mana shu qaror ijrosi doirasida mana shunday ishlarni yaxshilash borasida rejalashtirilgan ishlar yoki bo'lmasa o'tgan yilning natijalari qay darajada bo'ldi? Marhamat. Assalomu alaykum. Mazkur qaror bilan belgilab berilgan vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan ayollar jinoyatchiligi va bolalar o'rtasidagi jinoyatchiliklarni barvaqt oldini olish bo'yicha ijtimoiy profilaktika loyihasi, ya'ni xavfsiz mahalla barqaror oila loyihasini amalga oshirish tartibi ishlab chiqildi. Ushbu loyihani asosiy maqsadi jinoyatchilik, ayollar va hamda bolalar jinoyatchiligiga olib keluvchi omillarni bartaraf etish hamda ijtimoiy xavf holatlarini oldini olish bo'yicha ijtimoiy manzilli chora-tadbirlar belgilab olindi. Bunda bularni aniqlash uchun har bir mahallada xotin-qizlar faoli tomonidan maxsus ishlab chiqilgan anketa so'rovnomalari asosida xonadonma-xonadon yurib, ushbu xavf guruhlarini aniqlash bo'yicha mana shu anketa so'rovnomasi bo'yicha ro'yxatlar shakllantirib olinadi. Bu xavf guruhlariga ilgari sudlangan, jazoni ijro etish muassasasidan ozod etilgan, hozirgi kunda jazoni ijro etish muassasasida bo'lgan shaxslarning oilalari hamda profilaktik hisobga olingan xotin-qizlar hammasini shu ro'yxatlari shakllantirilib, har bir mahallada xotin-qizlar faol tomonidan o'zini yo'l xaritalari manzilli yo'l xaritalari ishlab chiqiladi hamda chora-tadbirlar belgilab olinayotir. Hozirgi kunda har bir shahar, tumanda hamda oila xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan viloyat, tuman, shahar hamda mahalla darajasidagi yo'l xaritalar ishlab chiqilgan. Demak, mana o'tgan 2025-yil davomida viloyatda o'sha mahallalarda xotin-qizlar tomonidan qilingan jinoyatlar soni yoki bo'lmasa oldi olingan jinoyatlar soni mana shu qaror ijrosi doirasida oldingi yillardagidan farq qildimi? Mana shu borada nima deyish mumkin? Albatta, o'tgan yilgi mana shu davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan 25-yil 3-yanvardagi PK 1-sonli qarorda belgilab berilgan vazifalarni natijasida xotin-qizlar tomonidan jinoyatlarning o'tgan yilga nisbati 16,5% ga kamayishga erishildi. Demak, natijadorlik yaxshi. Umuman olganda biz bugun o'sha
2025-yil 3-yanvarda qabul qilingan birinchi sonli qaror bo'lsin yoki bo'lmasa joriy yilning 5-yanvar sanasida qabul qilingan birinchi sonli qaror bo'lsin. Bunda asosiy obyekt mahalla. Umuman olganda o'tgan yilgi natijalar bo'yicha mana bugun Respublika mahallalar uyushmasi viloyat boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari ko'rsatuvimizda ishtirok qilyaptilar. Umuman olganda mana shu boradagi harakatlar. Xabarimiz bor. Assalomu alaykum teletomoshabinlar. Biza 2025-yilda PK1 bo'yicha prokuratura hamda ichki ishlar organlari hamda tuman shahar hokimliklari bilan birgalikda har bir mahallada xavfsiz yo'lak, xavfsiz ko'cha tashkil qildik. Bu degani shu ko'chada tungi asosiy jinoyatlarning ko'pchiligi kechki vaqtga to'g'ri kelganligi sababli mahallalarga quyosh panel yordamida tungi chiroqlar o'rnatib berildi. Bundan tashqari transport vositasini taniydigan, avtoraqamlarni taniydigan kameralar hamda yuzni taniydigan kameralar har bir mahallaga o'rnatib berildi. Endi bu bilan aytishimiz mumkin, amaliy jihatdan jinoyatlar soni kamaygan bo'lishi mumkin, lekin bugungi kunda kiber jinoyatlarimiz soni oshganligi sababli hali bu borada ham yetarlicha ishlar tashkil qilinmagan deb bemalol aytsak bo'ladi. Sababi bugun davlat rahbarimiz ham ushbu masalada xabaringiz bor, yig'ilish o'tkazib, aniq bir rejalar belgilab berdi. Hozir adliya tomonidan qarorning mazmun mohiyati tushuntirib berilgan bo'lsa, mahallaga ham shunaqa vazifa qo'yildi. Adliya organ vakillari, xodimlari bilan birga mahalla yettiligi aholiga targ'ibot tadbirlarini kuchaytirish masalasi. O'zidagi mablag'lari hozir ko'p holatlar uchrab turibdi. Plastiklari orqali mablag'larni yetish holatlari aniqlanib turibdi. Endi biza amaliy jihatdan ko'pgina chora-tadbirlarni birgalikda belgilaganimizga qaraganimiz bilan, lekin fuqarolarimizni o'zining bugungi kundagi axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasindagi bilim malakalari yetarli bo'lmagi sababli har xil Telegram kanallarga ulanish yoki yolg'on axborotlarga ishonib qolish holatlari yuz bermoqda. Shu sababdan bizlar ham alohida 2026-yilda o'zlarimizga vazifa qilib berdik. Faqat shu mahallada tungi chiroqlari yoki kameralashtirish orqali emas, bu yerda fuqarolarimizning axborotga bo'lgan bilimini oshirish masalasida. Shu sababdan bugun davlat rahbarimiz alohida topshiriq berdi. Har bir tumanimizning o'zini yo'l xaritalarini ishlab chiqish masalasi. Bu yerda ayniqsa yoshlarni alohida e'tibor qaratish masalasi. Bugungi kunda ta'limgacha kirib borish masalasini ham alohida e'tibor qaratishimizni nazarda tutib o'tdi. Bu degani bugungi kunda giyohvandlik vositalarimiz ham yoshlar o'rtamizda keng targ'ib bo'lyapti. Bularning salbiy oqibatlari to'g'risida, ularni olib keladigan salbiy natijalari to'g'risida ham alohida ishlarni tashkil qilishimizni ko'rsatib berdi. Keyin jinoyatga asosiy moyilligi bo'lgan deymiz. Endi jinoyatga moyilligi bo'lgan fuqarolarimiz bu birinchi navbatda ishsiz fuqarolarimiz. Ishsiz, oilaviy nizolarga ham sabab bo'ladigan, shu oilada bo'sh vaqt borligidan, o'zaro oilada yetar yetmaschilik deymiz, iqtisodiy jihatdan hamda ijtimoiy jihatdan muammolari bo'lgan oilalarda jinoyatga moyil oila vakillari mavjud bo'ladi. Shu sababdan yana bugungi kunda kambag'allikka qarshi kurashish jarayonida turibmiz. Ishsizlikka qarshi kurashish bu ham mahalla yettiligining oldida ustuvor vazifa qilib belgilanib turibdi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, 2025-yilda ham yana Ijro.gov sayti orqali mahalla yettilik vakillari tomonidan amalga oshirilgan ishlar tumanda alohida nazorat qilindi, viloyatda alohida nazorat qilib, haqiqatdan shu fuqarolar bilan uchrashib targ'ibot tadbirlari o'tkazildimi? Haqiqatdan shu fuqarolarga amaliy yordam berildimi degan mazmunda filtrlash jarayoni asosida qilgan ishlar natijasi belgilandi. Agar tuman miqyosidagi tashkilotlar shu mahalla yettilik vakillari tomonidan o'tkazilgan targ'ibotlar yoki amaliy jihatdan ishga joylashtirish yoki qandaydir hisobda turuvchi shaxslar bilan uchrashuvlar tashkil qilgan bo'lsa, haqiqatdan uchrashganlik to'g'risida asoslovchi foto hujjatlari bilan, dalolatnomalar bilan yuklangan bo'lsa, bu tumanda shu haqiqatdan qilingan ish bo'lsa, tasdiqdan o'tdi. Agar o'tmagan bo'lsa, ular uchun rejalar belgilangan, shu rejani bajarish bo'yicha qaytadan ishlarni tashkil qilish bo'yicha qattiq nazorat olib borildi. Ushbu nazoratlar prokuratura tomonidan tashkil qilingan shtablar orqali yakuniy xulosalari berildi.
Endi aytib o'tdik, yoshlar jinoyatchiligi, ayollarimiz jinoyatchiligi, shular aytib o'tdik. Bu yerda 7lik o'rtasida bugun davlat rahbarimiz yana bir qo'shimcha qilib aytib o'tdi, profilaktika inspektorlarini mahalliylashtirish roli to'g'risida. Ularga xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda ham yangiliklar chiqib turibdi, katta imkoniyatlar berish orqali oilaviy xotirjamlik ularda bo'ladigan bo'lsa deb o'tdi. Mahalladagi faoliyati ijobiy ravishda davlatda bo'lgan mehri, boshqa vatan tuyg'usi orqali o'z ish namunasini ko'rsatib beradi dedi. Ulardan hozir biza birgalikda alohida shu jarayonda topshiriq ham bo'lib o'tdi. Mahalladagi profilaktika inspektorlarini turli xil tadbirlarga jalb qilmaslik, asosiy ish faoliyatini mahallada olib borish to'g'risida aniq topshiriqlar berib o'tdi. O'ylaymanki, kelgusida ushbu ishlar amalga oshadigan bo'lsa, mahalladagi mahallalarimizning barchasi jinoyatdan xoli, tumanimiz viloyatimiz jinoyatdan xoli viloyatga aylanadigan umiddamiz. Agar shular jinoyatdan xoli tuman, viloyat bo'ladigan bo'lsa, bu yerga turizm oqimi ham chet davlatlardan turizm oqimi ham kirib kelishi, shu yerda aholining iqtisodiy rivojlanishi to'g'risida hamda chet davlatdan investorlar kelib, ish o'rinlari yaratilib, ishsizlik darajamiz ham pasayishi to'g'risida tushuntirish ishlari olib borildi. Rahmat. Umuman olganda biz bugun o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yilning 5-yanvar sanasida qabul qilingan birinchi sonli qarorining mazmun mohiyati bilan tanishar ekanmiz. Bu albatta sog'liqni saqlash muassasalari zimmasiga ham bir qator vazifalarni yuklaydi. Bu o'sha mahallalardagi mana shu ishkilikka ruju qo'ygan yoki bo'lmasa giyohvandlikka ruju qo'ygan ayollar bo'lsin, ba'zi bir o'smirlar bo'lsin, ana shularni sog'lom hayotga qaytarish borasida qilinadigan ishlar va ularni mana shu tibbiy madaniyatini yanada yuksaltirish borasida qilinadigan ishlar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. To'g'ri ta'kidlab o'tganingizdek, prezidentimizning shu birinchi sonli qarori bilan yuqoridagi tashkilotlar bilan bir qatorda sog'liqni saqlash tizimi tashkilotlariga bir qancha vazifalar yuklatilgan. Jumladan shu ta'kidlab o'tganingizdek, mahallalarda surunkali ichkilikka ruju qo'ygan, giyohvandlik ham zaharvandlik bilan hisobda turgan bemorlar, bundan tashqari ruhiy kasallik bilan hisobda turgan bemorlar o'rtasida shu profilaktik tadbirlarni amalga oshirish, ya'ni ichki ishlar bilan hamkorlikda biza shu dispanser hisobida turgan surunkali ichkilikka, zaharvandlik, giyohvandlik bilan hisobda turgan bemorlarni yil davomida 2025-yil davomida mahallalarga biriktirilgan patronaj hamshira, oilaviy shifokor, tor doiradagi mutaxassislar tomonidan profilaktik ko'riklarda o'tkazganmiz. Ruhiy kasallarni ham shu jumladan ham atrof muhit uchun xavfli, ya'ni jinoiy o'ziga o'zida bo'lmagan bemorlarni shu statsionar sharoitda sog'lomlashtirish ishlarini olib bordik. Bu shu bilan bir qatorda mana ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda probatsiya guruhida turgan fuqarolarimiz bor. Bu probatsiya guruhida turgan fuqarolarimiz ham tibbiy ko'rikni tashkillashtirish orqali ushbu kasalliklarda guruhdagi fuqarolar o'rtasida kasalliklar aniqlandi. Kasalliklarni ambulator ham statsionar sharoitda sog'lomlashtirish choralarini ko'rilmoqda. Ruhiy kasalliklar bilan dispanser hisobida turgan viloyatdagi fuqarolarimizga ambulator ham statsionar xizmat ko'rsatish uchun tumanlarimizda ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalar bor. 13 ta tuman shaharlarimizda o'sha markaziy ko'p tarmoqli poliklinikalarda ruhiy asab kasalliklari shifokorlari tomonidan ushbu bemorlarimiz har doim shu har oyda profilaktik ko'riklarda o'tkazib boriladi, ham zarur dori-darmonlar bilan ta'minlanib boriladi. O'sha ruhiy holatini yaxshilash bo'yicha. ruhiy holatini yaxshilash bo'yicha ichkilikka ruju qo'ygan o'smirlar, erkak ham ayollar o'rtasida bizada sog'lomlashtirish bo'yicha o'zlarimizni statsionar xizmati mavjud. Viloyatda narkologiya dispanserida bu yerda 130 ko'ykalik statsionar xizmati mavjud, 70 majburiy hamda 60 ta ixtiyoriy o'rinlar mavjud. Ushbu 25-yil davomida statsionar sharoitda sog'lomlashtirish ishlari amalga oshirildi. Dispanser hisobidan chiqarishga erishildi. Rahmat. Umuman olganda bugun
Bir vaqtlari tibbiyotda bitta tushuncha bor, bu o'sha kasalni davolagandan ko'ra uning oldini olish afzal deyishadi. Bugun davlat siyosatida har qanday jinoyatchini jazolagandan ko'ra ana shu jinoyatning oldini olish afzal degan tushuncha bugun davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Umuman olganda bundan 10-15 yillar ilgari har qanday ko'rinishdagi jinoyatlar ana shu jinoyat sodir qilingandan keyingina muhokamalar qilinib, uning aybdorlari, uning sababchilari qidirilgan. Bugun esa har qanday ko'rinishdagi ma'muriy huquqbuzarlik bo'lsin yoki bo'lmasa har qanday ko'rinishdagi jinoyat bo'lsin, uning oldini olishga, birinchi navbatda ana shu ma'muriy huquqbuzarlikni yoki bo'lmasa jinoyatni sodir qilishga moyil bo'lgan shaxslar bilan alohida ishlashga bugun e'tibor qaratilgan. Bugun mana shu qaror ijrosi doirasida yana qanday ishlar olib boriladi? Marhamat, mana shu borada. Ushbu qaror bo'yicha 2025-yilda ham qilindi. Bu yil ham davom qildiriladi. Ya'ni mahallalarda jinoyat sodir qilishga moyil bo'lgan shaxslar qamrovga olinadi. Ya'ni o'sha chorak yakuniga qadar qilinishi lozim bo'lgan ishlar bo'yicha yo'l xarita ishlab chiqiladi. Bunga albatta mahalla yettilik rahbarlari va tuman rahbarlari, ya'ni tuman hokimi, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i va tuman prokurorlari imzolagan holda o'sha kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarda yo'l xaritalari ishlab chiqiladi. Va yo'l xaritalarida manzilli nomma-nom kimlar bilan qanday tartibda ishlanadi. Yuqorida aytilganday, o'sha jinoyat sodir qilishga moyil bo'lgan shaxslar hamda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy, maishiy muammolari mavjud bo'lgan shaxslar va oilalar kiritiladi yo'l xaritaga. Va ushbu yo'l xarita asosida belgilangan reja dasturlar amalga oshiriladi. Ya'ni o'sha nizosi bo'yicha muhokama qilinib, bartaraf qilinadi. Ishsiz fuqarolar ish bilan ta'minlanadi. Ya'ni spirtli ichimlikka ruju qo'ygan shaxslar o'sha davolash ishlari amalga oshiriladi. Shu bilan birgalikda ruhiy kasallar bilan ham va ushbu yo'l xarita asosida o'sha jinoyat sodir qilishi mumkin bo'lgan shaxslar va oilalar bilan manzilli ishlar amalga oshiriladi. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, biz dasturimiz avvalida aytib o'tdik, jonli efirda ekanligimiz, bugungi tanlangan mavzu doirasida sizda qandaydir bir savollar, takliflar bo'lsa, bizning studiyamizga o'rnatilgan o'sha 62 kodi bilan 223 92 03 raqamli telefonga murojaat qilishingiz, mana shu mavzu doirasidagi savollaringizga bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari javob berish haqida. Biz hozirgacha bir qancha savollarni qabul qilib oldik, lekin bu savollar mavzuga u qadar yaqin emas. Biz istardikki bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz, o'zi istiqomat qilayotgan mahallada bugun mana shu ma'muriy huquqbuzarliklar yoki bo'lmasa jinoyatchilikning oldini olish borasida qandaydir bir to'siqlar bor, qandaydir bir loqaydliklar bor. Mana shu borada murojaat qilishsa, albatta bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari bu savollarga javob berishadi. Lekin biz hozirgacha qabul qilgan savollarni ham baribir og'zaki murojaat sifatida o'qib eshittiramiz va albatta izoh beriladi. Tohirjon Yusupov Xonqa tumanidan: Navxoz qishlog'idagi katta yo'l 5 kilometr atrofidagi yo'l o'tgan 2025-yilda ta'mirlanib, 1,5 kilometr yo'l ta'mirlanmasdan qoldi. Hozirgi kunda bu yo'lda ayniqsa yomg'ir kunlarida ahvol yaxshi emas deb turib, marhamat, bu yerda mahallalar uyushmasi Xonqa tumani Navxoz qishlog'idagi qaysidir bir mahallada 2025-yilda ta'mirlangan, lekin 1,5 kilometr qismi qolgan. Mana shu bo'yicha. Endi bu masalada yaqinda aytib o'tdik, o'tgan safarga ochiq muloqotimizdan ham bir qo'shimcha qilib aytib o'tdik. Barcha mahalladagi muammolar to'liq aniqlab belgilanib, respublikaga yetkazilgan. Bugungi kunda davlat rahbarimiz tomonidan 20 trillion so'm ushbu muammolarni hal etish masalasida yo'naltirishi belgilab berilgan. 3 yillik dastur bu bo'yicha ishlab chiqildi. Shu sababdan buni alohida bir ko'rib chiqishimiz kerak. Keyin bu yerda bir nimani tushuntirishimiz kerak. Yo'llar ikki qismga bo'linadi: ichki yo'llar hamda tashqi yo'llar. Agar ushbu hudud ichki yo'llarda bo'ladigan bo'lsa, bu ham albatta shu tumanning taklifiga asosan, mahallaning taklifiga asosan kiritilgan bo'lishi mumkin. Bu joyiga chiqib alohida javob beradigan demak, joyiga borib o'rganishni talab qiladigan holat albatta. Rahmat. Mana bu yerda Go'zal Bo'ronova Urganch shahridan. Akam Xursand Bo'ronov 2-guruh nogironi
1994-95 yıldan buyon nafaka puli berilmayapti. Xursand Bo'ronov 49 yoshda, mehnatga layoqatsiz ko'p yillardan beri nafaka pulini olishda qiynalyapmiz. Shu muammoni ijobiy yechimini topishda amaliy yordam ko'rsatilsa yaxshi bo'lar edi. Menimcha ikkinchi guruh nogironi bo'lgan shaxsga davlat tomonidan ijtimoiy nafaka puli belgilanadi. Mana shu borada tushuntirish bersangiz, marhamat. Rahmat. Yuqorida aytib o'tganingizdek, ikkinchi guruh nogironligi tayinlangandan keyin davlat tomonidan ijtimoiy kompensatsiya pul to'lab berilishi kerak. Bu holat bo'yicha bizda endi yashash joyi bo'yicha oilaviy shifokorga murojaat qilishsa, hozir elektron baza ishga tushgan. O'sha bemorni barcha tibbiy hujjatlari ilova qilingan holda shu elektron tizim orqali jo'natiladi va tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyalari tomonidan ushbu bemorni tibbiy hujjatlari tanishib chiqilgandan keyin nogironlikni muddati, guruhi, keyin shu narsalar ko'rib chiqiladidan nogironlik tayinlanadi. Endi bu yuqoridagi holatda menimcha nogironlik to'xtatilgan bo'lishi mumkin. 1 yillik yoki bo'lmasa 2 yillik nogironlik belgilanib, keyinchalik qolib ketgan bo'lishi mumkin. Qolib ketgan bo'lishi mumkin. To'g'ri aytasiz. Shuning uchun yashash joyi bo'yicha oilaviy shifokorga murojaat qilishsa, o'shalar shu elektron bazadan qarab amaliy yordam berishlari mumkin. Rahmat. Mana bu yerda Muborak Sobirova Urganch tumanidan mahallalar xavfsizligini ta'minlash borasida ayrim mahallalarga faqatgina bosh ko'chalarga maxsus kameralar o'rnatildi. Bu keyinchalik boshqa ko'chalarga ham o'rnatiladimi? Barcha mahallalarda. Endi to'g'ri savol. Bu bo'yicha o'sha 2025-yilda mahallalarning asosiy kirish-chiqish yo'llariga yuzni va avtoraqamni tanib oluvchi kameralar o'rnatildi. Ya'ni o'sha mahallaga kelayotgan noma'lum shaxs bo'ladimi yoki noma'lum avtotransport vositasi bo'ladimi, uning raqamidan yoki shaxsning yuzidan biz uni shaxsini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Va bu kameralar to'g'ridan to'g'ri viloyat ichki ishlar boshqarmasida mavjud bo'lgan situatsion markazga ulangan. Ya'ni o'sha yerda xodimlar biriktirilgan 24 soat davomida ushbu viloyatimizga hozir 2000 ga yaqin kameralar o'rnatilgan 509 ta mahallalarda o'sha kameralarda nazorat ishlarini amalga oshirib boradilar. Va bu kameralarni qo'yish ishlari bu yil ham mana 2026-yilda qabul qilingan 1-sonli qarorda ham ko'rsatilgan va bu boradagi ishlar yana davom qildiriladi. Ya'ni o'sha ichki ko'chalarga, ham aholi gavjum joylariga, mahallalarda mavjud bo'lgan maktablar stadionlari, ijtimoiy soha obyektlari, shu bilan birgalikda savdo majmualari, o'sha barchasiga kameralar qo'yilishi davom qildiriladi. Demak, albatta, mana shu o'tgan yili joriy qilingan o'sha yuzni tanib oluvchi yoki bo'lmasa avtomobil davlat belgisi raqamlarini mana shu o'zida aks ettirib uni tanib oluvchi kameralar o'rnatildi. O'rnatilgan. Albatta. Lekin buning natijadorligi qancha bo'ldi? O'sha jinoyatlar, mahallalarda sodir qilinayotgan jinoyatlarni tezkor fosh qilishda yoki bo'lmasa aniqlashda. Endi ushbu yuqorida aytganimdek, Qalqon dasturi orqali bizda 100 ga yaqin qidiruvdagi shaxslar aniqlandi 2025-yil davomida. Va 65 ta jinoyat ochilishiga erishildi. O'g'irlik jinoyatlari. Rahmat. Ilhomboy Rozimov Shovot tumanidan. Shovot tumanidagi mahallalarda idora tashkilot rahbarlarining, boshqarma boshliqlarining qabul kunlari qachon bo'ladi? Shu haqda ma'lumot bersangiz. Marhamat, mahallalar uyushmasi viloyat boshqarmasi bugun mahallalarda mana shunday sayyor qabullar o'tkazilyaptimi? Idora tashkilot rahbarlarining, boshqarma boshliqlarining. Endi aynan birinchi raqamli qarorda bu aniq belgilangan. Mana shu shaxsiy qabullarni tashkil qilish mahallalarda va marhamat. bu bo'yicha endi bu yerda har bir boshqarma boshlig'imizni deymiz, endi tashkilotlarni har birini o'zi alohida mahallalarni belgilangan sayyor qabullari bor. Agar ruxsat bersangiz, men fuqaroni o'zini undan tashqari alohida xalq qabulxonasi bilan hamkorlikda ish tashkil qilinadi. Bu sayyor qabullarni o'tkazish jarayonida qaysi rahbar, qaysi tumanni, qaysi mahallasida
qachon targ'ibot qachon sayyor qabul o'tirish to'g'risida har bir mahallamizda mahalla telegram kanallari bor. Ushbu kanallara targ'ibot tariqasida yetkazishni ta'minlayman. Rahmat. Demak, men alohida berasiz. Undan tashqari 509 ta o'zi telegram kanalimizda ularga ham tashlab beramiz buni. demak bugungi kunda mana shu har bir mahallada o'tkazilishi belgilanadigan mana shu sayyor qabullardan boshqarma boshliqlarining bugun aholining xabardorligini oshirishga ham alohida bir e'tibor qaratiladi. Albatta. Rahmat. Jumanazar Bozorov Urganch shahri Bobur mahallasidan, Temurmalik ko'chalarimizda ahvol yaxshi emas. Birinchi prez, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi yo'laklarga umuman kirib bo'lmaydi deb aynan mahallalar bo'yicha. Ya aytib o'tganim yuqorida aytib o'tganim bu bo'yicha dasturlar ishlangan. Uni ham ba'zi bir og'zaki bo'lgani bilan murojaat tariqasida qabul qilib, tegishli bo'yicha javob beramiz. Sababi dasturga qaysi davrda kiritilganligi, tuman hokimligidan haqiqatdan tasdiqdan o'tganmi, yo'qmi, shularni asoslantirgan holda bu sir emas. Buni murojaatlarimiz ba'zi ko'p bo'ladi. Oldin qorli kunlarimiz bo'ldi, yomg'irli kunlarimiz bo'ldi. Shu jarayonda aholining e'tiroziga sabab bo'ladigan bunday holatlar ko'p bo'lishi mumkin. Bu bo'yicha shunaqa nimalar murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, alohida javob tariqasida ma'lumot taqdim qilamiz. Rahmat. Mana bu yerda Hazorasib tumanidan Nuriddin Ismoilov murojaat qilyaptilar. Kelinim 1,5 yil bo'ldi, ajralish uchun ariza beryapti. Qudamizning bunda o'rni katta, 3-shaxs aralashuvi bo'layapti bu yerda. Buning uchun 3-shaxsni javobgarlikka tortib bo'ladimi? Men bu oilani saqlab qolish tarafdoriman deb. Marhamat. Endi bu yerda oilaviy qadriyatlar bo'yicha mahallalarda komissiyalar tashkil qilingan. Bu jarayonni ikki tomondan mahallada nuroniylarini, imom xatiblarini yig'gan holda, keksa maslahat ko'ylarni yig'gan holda ikki oiladagi sabablarni to'liq o'rganib chiqish kerak. Hozir tangani ikkinchi tomon ham bor deymiz-ku, masalan, bir muammo. Shu sababdan bu fuqaro bilan oilasi bilan alohida ishlash talab qilinadi. Nizolar oila sifatida bo'lgandan so'ng, endi uchinchi shaxs bo'yicha aralashuv bor degani bu yerda uni zo'ravonligi yo boshqa holatlari bo'lmaydigan bo'lsa, unga nisbatan hech qanday ta'sir choralari bo'lmaydi. Rahmat. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda huquq himoyachilar o'tirishibdi. Mana shunday holatlarda ba'zi bir oilalarning ajralib ketishiga 3-shaxsning aralashuvi albatta sabab bo'ladi. Bunga qonunchiligimizda qay darajada e'tibor qaratilgan? Oila turmush doirasidagi ajralishlar qaynona yoki qaynona kelin yoki qaynona kuyov o'rtasida bu oilaviy munosabat bo'lganligi sababli bu yerda shaxsga aynan javobgarlik belgilanmagan. Hozirgi murojaatchimizning fikri bo'yicha, men tushunishim bo'yicha bular ikkita yosh oilani saqlab qolish kerak, lekin oilada qaysidir shaxsni yoshi kelin tomonidan quda tomon mana shu rozilik berilmayotganiga, oilaning qo'shilib ketishiga bu endi barchamizga ma'lum. Konstitutsiyamiz bo'yicha ham 18 yoshga balog'at yoshiga 18 yoshga yetgan shaxs bu erkin mustaqil harakat qilishi, sudda o'zi javobgar yoki da'vogar bo'lishi, o'zi fikrlari bilan o'zi erkin fikr yuritib qaror qabul qilishi, o'zi erkin tanlash huquqiga ega. Endi bu oila turmush darajasida baribir o'zi o'zbek mentalitetida ota-onaning o'rni yoki yaqin qarindoshlarning o'rni bo'lganligi sababli bunga oila turmush darajasi sifatida baholanganligi sababli aynan ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik qonunchilikda belgilanmagan. Demak, bu yerda faqatgina jamoatchilik nazoratini qilish mumkin. O'sha mahalla fuqarolar yig'ini, mahallaning katta xudolari bemalol bunga aralashishi mumkin. Odat an'analar asosida buni to'g'ri yo'lga solsa bo'ladi. Rahmat. Demak, rejissyorlarimiz bizga ajratilgan vaqt nihoyalab qolganligi haqida ishora qilishyapti. Biz bugungi ko'rsatuvimizda umuman olganda mana shu davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan respublikada mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 1-sonli qarorning mazmun mohiyati. Qolaversa, mana shu qaror ijrosi doirasida qilinishi lozim bo'lgan ishlar haqida fikr yuritdik. Demak, biz keyingi ko'rsatuvlarimizda ham uning ijrosi, bugungi kunda olib
bo'layotgan ishlar haqida albatta keyin ham bu mavzuga qaytamiz. Demak, bugungi ishtirok uchun, bildirilgan fikr mulohazalar uchun ko'rsatuvimiz ishtirokchilariga samimiy bir minnatdorchilik bildirgan holda dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.